Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Bugün bir yeni program haqida bir o'rtoqlashaylik. Bugun programmamizda asosan shu bizning xalq saylami, Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu bayonotida e'lon qilingan nimaga asosan 7 ayning 14-kundagi bayon uchurida mush yili 11 ayning 13-kundan 14-kungacha Chexiyaning poytaxti Pragada nima bo'lmoqchi? Dunyo Uyg'ur qurultiyining 7-navbatlik yig'ini bo'lmoqchi. Bu yig'inning bardigan xalq vakillari, ya'ni xalqlar o'ziga nomzod ko'rsatish, andan keyin u nomzodlarni keyin shu turmush davlatlardagi xalqlar bağlab, tasdiqlab chiqish qatorliq bir qator uchurlar taqtilgan. Bu keng internet vositalaridami har qaysi yerlarda bu uchurlar xabarlar keng bo'lgan edi. Buningga hammamiz har davlatdagi shu yig'inga qatnashish, ham xalq vakili bo'lishni arzu qilgan qarindoshlarimiz o'zimiz mayli to'rda bo'lsin, mayli turmush davlatli tashkilotlar bo'lsin, tizimga oldirib buni yo'llagan edik. Endi shu 8-yangi 22 kuni shu ko'p sonliq xalqimiz bo'lgan davlatlarda bu xalq o'zini iltimos qilgan xalq vakillarini bekitish, tasdiqlash, ulug'i bilet tashlash shaklida bir faoliyat bo'lmoqchi. Endi buni har qaysi davlatlardagi buningda xabar topgan, buni muhimligini his qilgan qarindoshlarimiz buningga gerçi o'zimizni nomzod ko'rsatmagan bo'lsakmi, ko'rsatilgan nomzodlarni buni qaror berish, bularni tasdiqlash hammamizning huquqi deb o'ylayman. Chunki bu tanlangan nomzodlar yoki vakillar, xalq vakillari shu yerga berib, shu xalq uchun xizmat qiladi. Yoki bo'lmasa xalqning ovozini ovoz qo'yib beradi, bilet tashlaydi-da. Unda bo'lgan ekan, biz mujorat hayotimizda bundaq bir nimamizning saylanish shundaq keng turda butun dunyo xarakterlik elib berilmagan bo'lg'achqa, burunmi aynan dunyo huquqining rehberlari degandek tashkilotlar va yoki dunyoning har qaysida faoliyat qilayotgan siyosiy aktivlar o'zi ko'rsatish yoki tashkilotlarni ko'rsatish bilan shu yig'inga qatnashib o'zining bir kishilik shu yerdagi mayli taklif bo'lsin, mayli fikrlari bo'lsin, mayli xalqning ovozini bo'lsin yetkazib bilan qaytib kelgan. Endi bu qissa shaxsan u millat vakili, xalqning vakili u yerga berib ovozni berish bilan birga ashadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyining har qaysi rahbarlarini saylash, u yerga kendin qilayotgan xizmatlarga taklif maslahat berish va berishlarla cheklanib qolmay, u yerda ham bir kishilik xizmat elib, xizmat ishlash, o'zining ortiqchiligini joriy qildirib, qaysi kasbiy jihatda bo'lsin, mayli qaysi bo'limga mos kelsa, masalan 15 bo'lim bor ekan, shu 15 bo'limning qaysiga mos kelsa, shu bo'limlarda xizmat elib ishlash. Bu jarayonda yangi insonlar uchun ish o'rganish, davlat boshqarish, davlat siyosiy tashkilot ishlash va siyosiy o'zining qadamini qanday ilishni o'rganish. Yana birisiga anandan keyin xalqning ovozi bo'lib, shu o'rinda o'zining bir kishilik xalqning ovozini yetkizish bilan birga xalq o'ylagandek, xalq talab qilgan shaklda harakat qilish nihoyat muhim deb o'ylayman. Shunga endi gapning nimasida shu 22-yillardagi dunyoning har qaysi yerida o'tkazilgan xalq vakillarini bekitish salohiyatini bildiğini tashlashga, buningga hammamiz ahamiyat bersak, voy u saylanib bo'pti, voy u o'zini saylabdi, ona bilan mening nima ishim, men uni nima qilmagan ekan. Yo'q, unday emas. Ashlarni saylash, ashlarni tasdiqlash har birimizning huquqimiz. Mayli u qanday bo'lsin, sizning mayli xohlasangiz xohlash beltingizni, rad qilsangiz rad qilish beltingizni tashlash, u huquqingizni ishlatishni o'rganing, mashq qiling. Chunki
Biz muhalefet hayatida voy saylam qılamıda, voy saylam qılsaq o da bir Türkiye'de bir vaqtda toplu saylam komitetida bir qog'ozlar yu mos saylamning neticasi manda bo'ladi deb bir narsani qilib жүрген bir teşviqat varaqlarini ko'ygan. Demek hem de saylamga bo'lgan ihtiyacımız, saylamga bo'lgan ümidimiz bo'ladi ekan. Unda bo'lsa, uning nisbatan jasorat qilib, hozir teşkillengen muşu meydanda özümüzün rolunu cari kılır. Hiç bo'lmaganda bilet taşlaşını meşq qiladigan bir meydan şekillenipti. Yani bir taşlap özümüzden hak hukukumuzu işletishni ügüneyle demekçi. Dünyanın vaziyeti naiti tez olatıdı qarindaşlar. Nait iştik olatıdı. Meyli Afganistan bizden hoşunlarımızdan etrafındaki işlerini nazar alaylı. Veya ki bütün dünyanın hazır birleşip Xitay'daki bu tecavüzünün niyetinin yamanlığını, niyetinin bozulganlığını, bütün dünyanın yalma büyütüş, yumuşak güç arkalık sığıp kiriştek hareketini, bunun yaman niyetini bilgendiğin için toxtaptı. Bunda kısa ettiğin emini yep ketedigen diyen noktanı düşünüp, bütün şu Amerika başlıklı garip devletleri stratejisini özgertip, meyli harbiy jihatki manevri jihatki olsun, 40 yılda bombagan manevralarını kılıvatıdı arkadaşlar. 40 yılının algıca bombagan manevralarını kılıvatıdı. Demek 40 yılının aldıdaki yagi öttü deyin gep. Meydana geldi deyin gep. Onun için 40 yılının aldıda bu naiti çoğun nüfuska ega bir devlet, bu devletni yumshaq iqtisodiy kuchida taraqqiy qildirsak, balkim ideyasi demokratlashish bo'lib qoladi degan nuqtaning xato ekanligini, Xitoyning niyatini iqtisod emas, iqtisodni vosita qilib, siyosatni vosita qilib, o'zining butun dunyoga g'ujulush, butun dunyoni monopol qilishdek bir rezil maqsadning borlig'ini dunyo bugungi kunda tushunib ketdi. Biz 70 yilning oldida tushungan bo'lsak, dunyo bugun bunun xavfini his qilib, to'xtabdi, buni oldini olmasak bo'lmaydi ekan degan nuqtaga kelyapti. Unda bo'lsa, dunyoning xaritasi qoidasizlash oldida turayotgan bugungi kunda sizlar biz o'zimizning demokratik shaklda bir davlat quramiz, demokratik shaklda xalqimizni o'zining haq-huquqiga ega qilamiz deb kurash qilayotgan, insondek yashash uchun şu davlatimizni barpo qilyapmiz degan sizlar bilan biz qo'pab bugün muhaciratda bilet taşlaşını oxumasak, bilet taşlaydigan so'rovni texi berishni oxumasak, uningga bir parvo qilmasak vaqtida nima deganda biz bexotalar to'lab qolgan bo'lamiz. Uning uchun qarindoshlarimga bu samimiy taklif shaklida bu qitimqi nomzod ko'rsatishni nima qilib qolgan bo'lsak, yana 3 yil va 3 yildan keyin yana nomzod ko'rsatalaymiz. Kandidatlikni ko'rsatalaymiz o'zimizni, ya'ni zapas holatga. Anandan keyin deganda müşahede hizmet eliş, üzümüzde kandak şekilde bir artıqlığımızı cari kıldırış, kandak şekilde üzümüzden bir vatanga bo'lgan küçümüzni, yani ki onsa fidakarlığımızı köstüş şekilde bir hareket qilish talep qilayotgan vaziyatda turyapmiz. Unda bo'lgan ekan, biz bugunchining ishi, tuganchining ishi emas, yoki bo'lmasa uning buning gibi bilan emas, o'zimizning tafakkur kallasi bilan bugun dunyoda kim hizmet yaxshi qilyapti? Kim dunyoning e'tibor qilishiga erishdi? Kim dunyoda xalqimiz, Sharq Turkiston xalqi vakolatidan ish bajaryapti? Buning uchun buni kuchlantirish, buni men hassamni qo'shish, bu munbarda o'zimning kuchini joriy qildirib xalqim uchun ozroq xizmat qilish maqsadim bo'lsa, men buningga ovoz beray, buningga bilet tashlay, buningga qatnashay, buningga saylanishga mening devletimning takdirini belgilaydigan bo'lishga men cho'qim jiddiy qaray degan shaklda harakat qilsak nihoyat yaxshi bo'ldi. Shuningga mayli Turkiyada bo'lgan 22-soatdagi bilet tashlash olsun, mayli O'rta Osiyodagi davlatlarda olsun, mayli Yevropadagi bizning xalqimiz Sharq Turkistonda ko'proq bo'lgan davlatlarda ilib berilgan bilet tashlash olsun, bunga hech bir sar qaramay hammamizning jiddiy turda bununla bilet taşlaşqa vaqtida berib, şu yerda bir kişilik haq huquqimizni ishlasak. İnşallah kunlarda inşallah vatanimiz kirib qolsak, vatanimizni shundaq biletlarni sanduqlarga qanday tartiblashni,
qanday xalqimizni yetaklashni, qanday böyle tashlashni o'rgatadigan shu o'rgangandan tajribamizga asosan xalqimizni o'rgatalaymiz. Xalqimizga to'g'ri shaklda başamchilik qila olamiz. Bizim xalqimizning hech bir aram og'idek, nafas og'idek, hattoki shu ko'pincha xalqimizning vatan sirtidagi YouTube kanallari olsun va xabarlardan bahramand bo'lgudek ahvoli yo'q. Ammo muajirat yashayotgan, erkin dunyoda yashayotgan, hech bo'lmaganda bir dunyoning vaziyatini xabardor bo'layotgan ko'znaklarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan qarindoshlarimiz bugungi kunda bu bizning vaziyatimizdagi nisbatan diqqat e'tiborini berish, buningga ko'ngil bo'lish, buningga ma'lum vaqtni ajratish va ya o degan andatdan mandati deb afsuslanish, umidsizlanish shaklida bo'lmay to'xtabdi. Men hayotimda manchilik bir yashashchidim. Yoki bo'lmasa mandaraq bir shaklda hayotimni o'tkazyapman. Hayotim qanchalik qoldi? Hamini ketimiz. Kelgan vaqtida ketishning biltin tang ep kelgan biz. Hech qaysimiz ketish bilsiz kelmagan. Hammamizning ketish kelib kelgan vaqtimizda dunyoga mush kungacha hayot bo'lganining ketish biltimi bor. Ammo bir kun ketimiz. Ammo ketkichi o'g'arliqda Allah nasip qilsa shu vatanga yetkidek ish qila olamdim. Vatanga yeta olamdim. Vatanimga o'zim berib, shu urug' tuqqanlarimni bir qo'limga ola olamdim. Shularni qarindoshlarim, mana birinchilik bir shaklda Allohning izni bilan manchilik bir tirishchanligimiz bilan, Allohning yordami bilan mushunchalik sizlarni ko'rishga, vatanimizni qo'limizga ilishga muyassar bo'ldik degan minutga yeta olamdim degan nuqtada o'ylanishga, tafakkur qilishga, buning uchun izlanishga, buning vaqtimizni berish, iqtisodimizni berish uchun harakat qilsak yaxshi bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlarimga buni eskartish maqsadida bu saylanishning, saylashning, bilet tashlashning muhim ekanligini har birlarining samiga silish hamda bu yerdagi oldimizga 22-soatdagi saylam bilet tashlash shiroylaridagi qarindoshlarimizga imkoniyat yaratgan. Buning uchun harakat qilishning muhim ekanligini. Anandan keyin deganda biz buningga borammasak, qilolmasakmi, ammo o'zimizning yaxshi taklif fikrlari bilan, yaxshi maslahatlari bilan yoki mushu munbirimizni qo'g'dash, mushu xalq vakillarimizni va yoki mushu dunyoda xizmat qilayotgan tashkilotlarimizni bularni qo'g'dash, bularni bir shaklda qilayotgan xizmatlarga hech bo'lmaganda chavoq chalolmasakmi, hali qanday qarshi turadigan, umidsizlantiradigan va yoki ularning oldini to'sadigan shakldagi narsalardan nazar aylasak. Chunki u narsami deganda to'g'ri bo'lmagan shaklda yo'lga chiqib qolsak deganda xalqning nafratiga qolamiz. Bir, ikkinchisi o'zimiz deganda yaxshi bo'lmagan ishlarga muyassar bo'ldik. O'zimiz bilan ketmaydi, avlodlarimizga, hattoki o'zimizning jamiyatlariga, urug' tuqqanlarimizga sha'niga dog' tekkizib qo'ydigan va kimning bolasi desmat, ko'nchining bolasi, tuyanchining adami, mana u yerda qolgan odam demayapti, yan bolati deb qolsa yaxshi bo'lmaydi. Shunga har ishda xalqimizga foydali bo'lgan, har ishda xalqimizga kuchlantirish yo'lida izlanayotganlarning yanida bo'lolmasakmi, qarshi turayotganlarga chavoq chalmasak yaxshi. Mushta bo'lgan vaqtimizda kendi o'zimizning mayli siyosiy jihatdagi, mayli dunyoga qarash jihatdagi, kendi bir millatga yomon ishlik baho berib deb, yomon ishlik tarafini elib bilish, yomon ishliklam vahu deblam inkos bildirishni o'zi to'g'ri ish emas. To'g'ri, uning natijasi o'ziga. Mayli davlatni, mayli Afg'onistonning o'zi qo'lga olgan bo'lsin, shu Afg'oniston xalqiga mansub. Siz bilamiz, yaxshi bo'pti, alhamdulillah desa bo'ladi. Birdan buning ko'ptirib, birdan u tarafga o'tib, yoki bu tarafga o'tib, yo anda bo'ladi, yo manda bo'ladi deb fikr berishning o'zi menchilik aldiraqsonlik deb qolaman. Chunki davlatlar aro foyda manfaat bo'ladi. Hech qanday tarafdan foyda manfaatsiz o'zining davlatining foyda manfaatiga xilof holda yana bir millatga, yana bir nimaga ega chiqish bo'lmaydi. Buning uchun biz o'zimizning davlatimizning manfaatini qanday kontrol qilish, uning qanday ega chiqish, ammo xalqning boshqa davlatning siyosatidan, uning ba'zi bir qo'llaydigan taraflaridan qanday foydalanishni bilishimiz kerak. U Facebookda uning tillab qo'ygan bilan, uning norozilik bildirib qo'ygan bilan ish hal bo'lmaydi. Faqat sizning u inkosingiz bo'ladi, xolos shu yerda qilib qoladi. Ammo hech qanday foydasi bo'lmaydi. Balkim qo'sqingizning bunday bir fikringiz yoki qo'sqingizni bo'shtovog'ingiz qolib qolishi mumkin. Lekin uning bilan ko'p ish hal bo'lmaydi demoqchi. Uningdan biz chiqish nuqtamiz qanday bo'ladi deganda, masalan, qanday bir siyosiy o'zgarish, qanday bir dunyoning siyosiy tartibi bizning
düşmanımızın düşmeni bizim dostumuz kılalaydıgan bir siyasetini öğrenişimiz gerek. Düşmanımızın düşmanını biz dostumuz kılamayı düşman kılıp koysak vaqtida yaxşı olmaydı. Şoňa köpürek haberlerinin bir tarafından kömeyi bir neçe taraftan haber görüş, tefekkür kılış, anadan kinci onun layık şekilde bir orun tutuş, ani kendi tefekkürümüzü kengaytip köpürek materyal görüş, izleniş bu nayeti mühim. Bulup mu hazırki siz bizdek Şarkı Türkistan'dan vaziyeti bundaq bir künsüre naçarlaşıvatkan nayeti halkımız nefes ağıdaki ahval bulanmamakı mı da ahval aslında sizden biz çıkım cıkrak ügünüşümüzge, cıkrak izlenişimizge, cıkrak halkımızı qandaq şekilde qutulduruş üçün bunun vaxtımızı bunun sarf qilish üçün izlensek nayet yaxşı olur dep oylayman. Şoňa qarindaşlarımga bu saylam şekilde bir qandaq biletdaşlaşyny ügünüş ve qandaq biletdaşlaşynyň özüniň hak hukukyny işletiş toğrusida kıskaça üzerine pikirini oturup koydum. Hemen Cenab-ı Allah'a tapşırıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.